Video boshida sizlarga Sonic kanalini tavsiya qilib o'taman. U yerda Minecraft haqidagi juda ham qiziq videolarni topishingiz mumkin. Albatta o'tib obuna bo'ling. U yerda videolar bir-biridan qiziqarli. Unga kelinglar 500 ta obunachi yig'ishga va u yog'iga davom etishga yordam beramiz. Hoy, kapot, tur, uyg'on, tezroq bo'l. Jenitor nima bo'ldi? Ko'chada qo'ylar yuribdi. Qo'ylar ajoyib nima qilibdi? Dravikni olsang, ovlashni o'rgataman. Ovlash. Ana ko'ryapman. Ha, bo'la qol. Lekin ovlab nima kerak? Go'sht, lekin shoshma axir bug'doy ekdik, endi ovlashimiz shart emas. Shunchaki ularni boqib ko'paytirsak bo'ladi. Yo'q, Albatta, endi o'ldirish shart emas. O'ldirgandan ko'ra ularni boqib ko'paytirgan ko'proq foyda keltiradi. Mayli, hozir 1 daqiqa. Mana buni olay. Yaxshi ham tayyorlab qo'ygan ekanman. O'zim biluvdim-da shunday bo'lishini. Shuning uchun ham mana hammasi o'z joyida. Bug'doyni esa keyin terib olamiz. Birinchi ularni ushlash kerak. Xo'sh, qo'ylarni hozir ushlaymiz. Ajoyib bo'ladi. Albatta. Birinchisi, ikkinchisi va uchinchisi. Ajoyib yo'g'och qo'ylar. Qani ketdik endi. Bularni bog'lab qo'yamiz. Men aytgan narsani tayyorlab qo'ydingmi? Ha, o'sha aytgan joyida turibdi. Ajoyib. Hozir ko'prikdan o'tkazib olsak bo'ldi. Ha, yordam beraman. Ajoyib. Tort. Uzr. Hech qisi yo'q. Hozir mana xo'sh, bunisiga qo'ylarni, bunisiga esa sigirlarni ilamiz. Hop, Faqat sigirlarni birinchi topish kerak. ha, albatta. Agar hammasini o'ldirib tashlamagan bo'lsang, Yo'q. mayli unda nima qilamiz? Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Mana bu oq qo'ydan yegim kelyapti. Hali ko'paysin keyin yeysan. Xo'pmi? Hop, Aytgancha hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Kompotman va yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, o'zingiz eslaysizlar, meni haydab yuborishdi va endi shu yerda g'orda do'stim bilan yashayapman. Xullas, biz bilasizlarmi, o'zimizni kichkina qishlog'imizni qilmoqchimiz va hamma haydalganlar shu yerga kelishadi. Xo'sh, lekin birinchi navbatda men qishlog'ga qaytib o'zimning narsalarimni olib kelmoqchiman. Aks holda yo'lda juda ham ko'p narsam qolib ketdi, ammo birinchi fermani tayyorlab qo'yishimiz kerak. Keyingi ekinga hozir va o'sib chiqqan bug'doylarni mana hammasini yig'ib olishimiz shart. Hozir qo'ylarni ko'paytiramiz. zo'r bo'ladi. Albatta. Hali dengizda ham yoki ko'lmi bilmadim. Bu dengiz. Ko'l orqa tarafda. Tushunarli. Xullas, bizda hammasi zo'r bo'ladi, o'zimizning qishlog'imiz bo'ladi. Albatta. Biz esa mer bo'lamiz va hech kimni bekorga haydab yuboramiz, to'g'rimi? Albatta. Xo'sh, hozir qo'ylarni ko'paytiramiz. Mana bunisi qorasi va oq. Ajoyib. Hozir abrakadabra bo'ladi va qani mana kichkina qora qo'y xuddi hozir yaxshi. Buni bu yoqqa hozircha yaxshi bo'ldi, cho'kib ketmasa bo'lgan. Sen shu yerda qarab tur, xo'pmi? Hop. Uzilib ketmasin, men esa narsalarni olaman. Bo'ldi, yaxshilab chiqarib qo'ydim tashqariga. Yaxshi, unda bilasanmi, hozir men qishloqqa bora qolaman. Yaxshi. Men esa shu yerda qolgan ishlarni bitiraman. Ajoyib. Hozir tomomni qilib olay. Yaxshi, endi borsam ham bo'ladi. Bo'pti, omad unda. Rahmat. Ketdim men. Ajoyib do'stlar, bilasizlarmi, lekin qishloqqa o'zi kecha bormoqchi edim, ammo negadir bora olmadim. Chunki biz kechasi bilan o'ylab chiqdik, bug'doy chiqqanda non qilamizmi yoki hayvonlarni tutamizmi deb. Mana Rejil menga aytgandiki, stop, bu nima bo'ldi? Qanaqadir g'or. G'or qiziq nima bor ekan. Xullas, Rejil menga aytganda hayvonlar kelishadi o'tlashga deb. Buni qaranglar, chiqish joyi bor ekan narigi tomondan. Qiziq, shu yerdan o'tsam bo'larmi qani? Hozir ko'ramiz. Buni qaranglar, yo'l juda ham qisqarar ekan. Aks holda u tarafdan aylanib o'tish kerak bo'lardi. Keyin shu Rejilning gapiga ko'ra mana hammasini tayyorladik, hatto ularni bog'lab qo'yishga ham joy qildik va mana endi sigirlarni tutamiz, keyin yana boshqa hayvonlarni. Ajoyib bo'ladi. Bizni hayvonlar fermamiz bo'ladi. Xo'sh, qani? Uyim joyda va mashinam ham. Aynan do'stlar, mashinamni aytgancha. Hozir sizlarga mashinamni ko'rsatib o'taman. Nega endi ko'rsatmas ekanman? Mana bu yerda bochkalar, xullas sandiqlar hammasini tashish uchun, lekin avvalga kalt kerak bo'ladi. Kalt esa uyda qolgan. Hozir olamiz. Qishloq bo'sh, lekin mana bular o'sib chiqdi. Mayli, keyin terib olaman. Hozir esa yo'q, Jenitor nima qilyapsan men uyimda? Eshik nimaga ochilmayapti? Ko'rdim seni o'yin atrofida aylanib yurganingda va mana yopib qo'ydim. Nimaga axir bu mening uyim? Sen esa boshqa uyda yashar eding. Nimaga yopib qo'yding? Axir mana-ku sening uying. Menikiga nega kirib olding? Chunki bu uyni men sotib oldim. Nima uchun? Yashash uchun. Nima bitta uyga sig'mayapsanmi? Axir oilang ham yo'q, bir o'zingsan. Aytgancha mushugingni olib ket, jonga tegdi. Nihoyat ochding-a? Mushugingni olib ket. Mening hech qanaqa mushugim yo'q. Qanaqasiga? Axir ichkarida o'tiribdi.
Bilmadim, deraza ochiq qolgan bo'lsa kirgandir. Xullas narsalarimni ber, ketaman, mayli, uy senga qolaversin. Qanaqa narsalar? Sandiqdagi narsalar. Xullas o'shalarni olib ketish. Nimaga olib qo'yding? Shu seniki emas, narsalar ham. Jin ursin, jitir, yo'ma-yo, eshikni och. Ha, mayli. Aytgancha axir bu uyni sotib oldi. Sotib olgan vaqtda esa narsalar ham ichida edi. Qishloq qoidalariga ko'ra, ichidagi narsalar ham endi uniki. Mayli do'stlar, hali boshqa bir nima o'ylab topaman. Bilasizlarmi, axir tunda ketishi mumkin. Tunda baribir meni joyimda uxlamasligi aniq. O'zini uyiga o'tadi, chunki bu jitel nima ishlashini bilaman. Sizlarga aytsam, bu konchi va ana shu konchilarni hamma narsalarini hisoblash bilan ham shug'ullanadi va u kechasi o'zini uyida o'tirishi aniq, chunki hamma narsasini menikiga o'tkazmasa kerak, balki o'tkazardi, yana bilmadim. Xullas, hammasini bilib olamiz. Kechqurun yurganlik qaytaman. Lekin yo'q-yo'qani kiradigan sirli mana kechqurun kelganda hammasini ko'rib bilib olamiz. Hozir esa sabzi va kartoshkalarni ekib qo'yishim yo'q, tiqilib qoldim. Hozir bo'ldi. Sabzi va kartoshkalarni ekib qo'yamiz va bizda fermamiz yana ham ko'payadi. Shunda qo'ylarni o'ldirgach, ularni so'yib, o'zimizga sho'rva tayyorlaymiz. Ajoyib bo'ladi do'stlar. Qishlog'imizda faqatgina sabzavotlar emas, hattoki go'sht mahsulotlari ham bo'ladi. U bunaqa rejada o'tiribdi. Hozir men keldim. Ha, narsalaringni oldingmi? Afsuski yo'q. Lekin kartoshkalar va sabzilarni olib keldim. Ajoyib. Yaramas jitil narsalarimni bermadi. Uyimga o'tib olibdi. Kam? Bitta iflos. Tushunarli. Endi nima qilasan? Hali kechroq boraman. Lekin birinchi navbatda hozir mana bularni sabzi va kartoshkalarni ekib qo'yishim kerak. Yo'q, men esa uyni yig'ishtiryapman. Tushunarli. Yig'ishtiravermay hozir ekib qo'yaman. Aytgancha jitil. Ha, bizda yana bormi? Xullas bog'lashga. U yerda ozgina qolgandi. Tayyorlab qo'yganimiz kecha. Men tayyorlashim mumkin yana. Ajoyib, yaxshi bo'lardi, chunki hayvonlar borgan sari ko'payib ketaveradi va ularni bog'lash kerak bo'ladi do'stlar. Hayvonlar uchun alohida joy ham qilamiz. Hali bu o'zimizning qishlog'imiz bo'ladi, katta qishloq, yaxshi. Faqat joyimiz biroz nima desam sizlarga, tepalik joy va shu yerda uylarni qurish biroz noqulay bo'lishi mumkin, balki ko'chib o'tarmiz. Yoki yana shu yerda dengizda qursak ham bo'ladi, qishlog'imiz suvli joyda bo'ladi, zo'r bo'ladi. Lekin hammasi vaqti bilan. Mayli, jitel, bilasanmi nimani o'yladim? Nimani? Hozir sen drobovingni olaman va nima? Drobovingni olaman. Keyin qishloqqa boraman. Yo'q, o'ldirmoqchimisan? Yo'q, shunchaki agar vaziyat qo'limdan chiqsa, qo'rqitish uchun. Qanaqa vaziyat? Hammasini keyin aytib beraman. Aytib qol. Mayli, xullas o'g'irlab olmoqchiman narsalarimni. Tushunarli, omad. Katta rahmat. Bilasizlarmi, jitelni o'zim bilan olsam bo'lar. Yo'q, bir o'zim yaxshi bo'ladi, chunki jitelni hayot xavf ostida qolishi mumkin agar politsiya kelib qolsa. Lekin politsiya kelishi fakt emas, chunki tunda menimcha hech kim kelmasa kerak, baribir kelsa ham kech kelishadi. 15-20 daqiqada men esa 2-3 marta qochishga ulguraman va mashinamni ham olib kelaman. O'zimiz mana shu yerdan o'tamiz. Lekin rostdan yo'l juda ham qisqarib ketdi. Mana shunday to'g'ri o'tib ketamiz. U yerdan esa aylanib o'tish kerak edi, tepaliklardan bu yerdan. Xo'sh, endi shu yerda o'tiraman va kech tushguncha kutaman. Zo'r bo'ladi. Xo'sh, do'stlar, mana kech tushdi va bilasizlarmi, juda ham zerikarli vaqt o'tkazish bo'ldi. Hatto telefonim ham yo'q. O'sha yerda qolib ketgan, mayli. Menga hozir faqatgina fakel kerak bo'ladi, chunki juda ham qorong'u ko'rib turganingizdek, yana tuman qanaqadir tushyapti, lekin tuman yaxshi, meni sezishlari va topib olishlari qiyin bo'ladi. Hozir do'stlar, sekingina narsalarni olishimiz kerak. Sizlardan hoziroq like bosishingizni so'rab qolaman. Aks holda hech nima o'xshamasligi mumkin. Hamma hoziroq like bossin do'stlar. Kim bosmagan bo'lsa, kim avvaldan bosgan bo'lsa, katta rahmat. Xo'sh, menimcha yo'q, uyda yo'q bo'lsa kerak, lekin ana yerda nimadir ko'rinyapti. Stop. Ana boshini ko'ryapman, kar boshini, demak, bu yerda hech kim yo'q, yaxshi. Ana do'stlar, monitor qarshisida o'tiribdi. Ajoyib. Demak, kirishim mumkin bo'ladi. Faqat eshik qulflangan bo'lishi mumkin. Lekin nima qilishni bilaman. Derazadan sindirib ichkariga oshib o'tsak bo'ladi. Xo'sh. Hamma do'stlar, lekin nima qilib chinursin. Xudoyim, sal qolsa do'stlar, infarkt bo'lib qolardim, lekin kutmaganim qarashini, chinursin shoxni bosib oldim. Mayli, shox-shabbalardan ehtiyot bo'lish kerak. Do'stlar, bo'pti. Sekingina hozir bu yerdan sirpanib emaklab o'tishimiz kerak. Aks holda bizni ko'rib qolishi aniq bo'ldi. Yaxshi do'stlar, o'tamiz. Ajoyib. Asosiysi bilib qolmasligi kerak bizni. Aks holda derazadan ko'rib qolsa yoki sezib qolsa juda ham yomon bo'ladi. Sal qoldi shundoq ham sezib qolishiga, hammasiga aydor odamlar bu like bosmaganlar. Agar like bosishganda shunday bo'lmagan bo'lardi. Shuning uchun do'stlar, endi bilasizlar, like'lar hammasiga yo'q. Aytgancha shu deganda.
Mayli, hozir do'stlar bu yerdan faqatgina derazani sindirish kerak bo'ladi. Asosiysi qattiq ovoz chiqmasa bo'lgani, aks holda bilib qolishi mumkin. Mayli, hozir motika bilan sindiraman. 1 2 3 ketdi. Mayli. Eshitib qolmagan umiddaman. Bo'pti do'stlar, hozir yemaklab o'tamiz. Faqat yiqilib tushmasam bo'ldi. Ichkaridan narsalarni olamiz va shu bilan ketamiz. Bo'pti. Yaxshi, bu yerda bochkalar bor, o'tishga oson bo'ladi. Yaxshi. Endi ketdik do'stlar. Hoppa. Joyi bu yerda kimdir bormi? Yo'q, hech kim. Yo-moyo, jin ursin, qo'rqib ketdim. Mushuk. Rostan mushuk o'tiribdi. Okey. Uni bir marta qo'yamiz va olamiz. Xo'sh, yaxshi. Bo'ldi. Ajoyib. Birinchi navbatda noutbukimni olaman. Yaxshi. Endi esa bu yerdan mana narsalarning hammasi joyida. Do'stlar, aytdimku, u hatto bu yerda yashash niyati ham yo'q, lekin bilmadim nimaga sotib oldi bu uyni. Agar rostdan sotib olgan bo'lsa, bo'pti. Mushuk chiqib ketdi bu yerdan, eshik va derazalar ochiqligida. Lekin eshik yopiq bo'lsa kerak, Jinurson. Qadrdon uyimdan endi do'stlar ketishimga to'g'ri keladi. Mayli. O'taver. Do'stlar, xo'sh qani? Hech kim kelmayapti. Yaxshi, demak chiqib ketsam bo'ladi. Lekin bilasizlarmi, bu uyda juda ham ko'p yashab qolgandim. Hatto mana bu yerdan teshik chiqqani ham esimda va bizni jitel o'ldirmoqchi edi, lekin shuncha xotirlar, mayli. Lekin o'zimga yangi qishloq qilib olaman, bo'ldi. Ketdik do'stlar, endi mashinani ham olib qochib ketamiz. Chunki nimaga olib qochib ketamiz? Axir bu mening mashinam. O'zim olib ketishga haqqim bor. Yaxshi. Hoppa, bo'ldi, ketdi. Ajoyib do'stlar. 1 2 3 orqaga sekin. Mana bunaqasiga burilib olamiz va bo'ldi do'stlar, ketdik. Hech kim bilib qolmasdan. Masalan, yo to'g'ri borgan noma'qul, chunki u yerda daraxtlar bor. Mana bu yerdan aylanib o'tishga qara. Yo-moyo, tepalik ekan. Sekin. To'xtashga yo-moyo ulgurmadim. Jinurson. Yo-moyo, Jinurson do'stlar, suvga tushib ketdim. Bo'ldi. Suvga tushib ketdi. Lekin bo'ldi, bu pikap va cho'kib ketishi qiyin. Mayli, hozir bir nima qilib chiqarib olishga harakat qilaman. Hozir yaxshiyamki bu Minecraft va suv bo'ylab mashinada suzish mumkin. Faqat juda ham qattiq chayqaladi mashina. Yaxshi. Endi fakelni olib ketamiz. Menimcha mashina ovozidan jitellar uyg'ongan bo'lsa kerak. Xo'sh, daraxt. Nima bu do'stlar, buni qaranglar, o'rmon bilan qorong'u, lekin ana yorug'likni ko'ryapman va bu bizni yangi jitel bilan uyimiz. Xo'sh, yaxshi bo'ldi. Hatto qo'ylar ham turibdi. Hozir bu yerga to'xtaymiz. Sekin to'xtab oldim, bo'ldi. Yo-moyo, noto'g'ri. Mushuk ham kelibdi. Menimcha orqaga chiqib olgan bo'lsa kerak. Mana shu yerdan kelgan. Bo'ldi. U joyga qo'ydik. Aytgan do'stlar, balki mushukni o'zimiz bilan qoldiramizmi deysizlar yoki haydab yuborsammikin. Bu yerni biroz yoritish kerak do'stlar. Aks holda juda ham qorong'u. Mana va hozir mana bo'ldi. Biroz noto'g'ri qo'ydim, mayli, farqi yo'q. Nima bo'ldi? Mashina olib keldingmi? Meni mashinam o'zim. Zo'r-ku. Va mushuk. Ajoyib, qoldiramiz buni. Bilmasam, men ham bilmadim. Shuning uchun obunachilarga qo'yib beramiz. Qoldirish yoki qoldirmaslik, mayli. Hozir men dam olmoqchiman, chunki juda ham qiyin bo'ldi. Hatto meni sal qoldi bilib olishlariga, aniqrog'i o'sha uyning egasi qiyin bo'ldi. Juda ham bo'pti. Bularning hammasini qo'yib qo'y. Hozir shunchaki dam olaman va bo'ldi. Okey. Mana yaxshi drovikini qo'ydim. Bo'pti. Aytgan ovqat bormi? Hozir beraman. Yaxshi.